gaplarni aytmasam bo'lmaydi. Peshanamni devorga urib yoraymi, yerga urib yoraymi qilib o'tiribman hozir. Ayrimlar to'pda turadi deb aytgan psixologlarni konsultatsiyalari narxini ko'rib, yaqam ushab o'zim katta bo'lib o'tiribdi. Bir ayol Telegram kanalimga izoh yozib chiqib ketibdi. Bir psixolog konsultatsiyasiga kirmoqchi bo'lsam 46 million so'm so'radi. Dardimni unutib yubordim. Nargiz Sattarovaning 2 soatlik konsultatsiyasi 10 million so'm ekan, shogirdiniki $200 ekan. Maryam Mahmudovaning konsultatsiyasi 1 soati 26 million so'm ekan. Men ularga qarshilik qilmoqchi emasman. Mayli, ilm yo'lida jafo chekkandir, kitob varaqlagandir, bilim tajriba to'plagandirki, shuni pullayapti. Lekin menga o'xshab boshini har qayoqqa urib oxir yo'lini topgan ilmsiz, men kabi ilmsiz insonlarga e'tirozim bor. Kitoblarda yozib bo'lingan gaplarni ulardan eshitib chiqish uchun pul to'layapsiz. Siz ham, men ham. E'tibor bering. Ezoteriklarning ustozi deb e'tirof etiladi degan. Luiza Haydi kitoblarini o'qib, Valeriy Sinelnikov uyida shogird bo'lib yurgan haqida informatsiya bor-da menda. Endi Valeriy Sinelnikov pul to'lasangizgina aytiladigan gaplarni kitobida yozib bo'lgan. Dardingni sev degan kitobda aytadi. Ilohiy qonuniyatlarning buzilishi hayotingda muammolarni sodir etadi. Bolangdanmi, o'zingdanmi, eringdanmi farqi yo'q. Sen aziyatlanyapsanmi, sen bilan bog'liq buzilish bor. Bizi dinimizda islomning hujjati maqomiga erishgan Imom G'azzoliy hazratlari o'zining kitoblarida yozadi. Yaratgan bilan munosabatingni to'g'rilasang, muammolarsiz yashaysan. Bu qusurlaringdan xalos bo'lgan deydi. 50 ming, 60 ming, borana 70-80 ming turadi shu kitoblar. Lekin shularni olib varaqlashga erinamiz, yechim o'zimizda ekanligini unutamizda, qilib tovuq chaqirib don sepganlar oldiga yugurib borganda, deb ularning oldiga borib yechim bering, don ustiga qolib don sep bering qilib bandasini oyog'ini tagida xoru qas bo'lib, ularning cho'ntagini boyitib o'tiribmiz. Men mana shu kitoblarni o'qib, Telegram kanalimga audio qilib tashab qo'yapman. 40 minut, 50 minut. G'irt ekan, men psixolog emasman. Buni orqasidan pul ham ishlamoqchi emasman. Shunchaki men u yoqqa bu yoqqa sargardon bo'lib yurib topgan yechimimni ertaroq toping deyish uchun Telegram kanal ochdim. Plus qoldirsangiz silka boradi, kirib ko'ring, yoqsa qolasiz, yoqmasa chiqib ketaverasiz. Yana bitta narsani unutmang. Yaratgan va sizni o'rtangizda hech kim buni gunohini kechirib bergin deb turib beradigan maqomga ega emas. Avliyo, vali zotlar bu maqomdalar, lekin ularni sizni ko'zingiz ko'rmaydi. Ular pana pasqamlarda yurishadi. Sizni ko'zingiz ko'rganki odam o'zi musibat va gunohga botayotgan odam menga o'xshaydi. Ular o'zini muammosiga yechim topolmasdan qana siz o'rtangizda vositachilik qilishi mumkin. Aldanmang o'tkinchi narsalarga, azizlarim. Pul ham sizniki, vaqt ham sizniki, qarshiligim yo'q. To'lasangiz o'zingiz bilasiz. Lekin ilohiy qonuniyatlar qayerda buzilishini tushunmayotgan bo'lsangiz, yaratganni o'zidan so'rang, tushuntirib beradi. Chunki hamma ilmlar uni huzurida. Siz eshitib o'qib yurgan ilmlar uni oldidan tushgan ilmlar. Asl ilmlarni aytyapman. Haligi boboyingiz, ajdodingiz, DNK, ajdod, bobo, buvilar unuting ularni. Problemadan siz qiynalyapsizmi? Demak, siz bilan yaratganning o'rtasida uzilish bor, muammo bor. 5000 so'm turadi hali tasbih. Mayli, kitob olgani pulingiz bo'lmasin. Ulamolardan so'rashibdi, istig'for aytaymi, shukr aytaymi birinchi desa, birinchi tavbani qilib olib, kiyimingni pokla, keyin yaratganga iltijoing, shukring qabul bo'ladi. Bo'ldi. Ixlosingiz o'zingiz bilan, sizni hech kim ixloslik qilib qo'ya olmaydi. Asl yechimga ulaning azizlarim. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin. Men kuyunganimni sababini tushungan dursalar balki. Hech kimga e'tirozim yo'q. Shuni oxirida aytmoqchiman. Yana o'zingizlar bilasizlar.